Diqqat, shoshilinch xabar! O'zbekistonning barcha viloyatida qanday ob-havo bo'ladi? Assalomu alaykum, hurmatli tomoshabin! O'z viloyatingizda qanday ob-havo bo'lishini bilib olishingiz uchun video tagiga like va podpisatsiya tugmasini bosib qo'yishni unutmang. Qoraqalpog'iston Respublikasida havo o'zgaruvchan bo'ladi. Ayrim joylarga yomg'ir yog'ib, momaqaldiroq bo'ladi. Shamol sharqdan 7-12 metr/sekund tezlikda esadi. Xorazm viloyatida ayrim joylarda havo o'zgaruvchan bo'ladi. Ayrim joylarda kechasi yomg'ir yog'adi. Shamol sharqdan 7-12 metr/sekund tezlikda esadi. Harorat kechasi 25-30 daraja, kunduzi 30-35 daraja bo'ladi. Buxoro, Navoiy viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi. Ayrim joylarda havo o'zgaruvchan bo'ladi. Shamol sharqdan 7-12 metr/sekund tezlikda esadi. Harorat kechasi 25-30 daraja, kunduzi 30-35 daraja bo'ladi. Toshkent, Samarqand, Jizzax, Sirdaryo viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi. Ayrim joylarga yomg'ir yog'adi. Shamol sharqdan 7-12 metr/sekund tezlikda esadi. Harorat kechasi 20-25 daraja, kunduzi 30-35 daraja bo'ladi. Andijon, Namangan, Farg'ona viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi. Ayrim joylarda yomg'ir yog'adi. Shamol sharqdan 7-12 metr/sekund tezlikda esadi. Harorat kechasi 20-25 daraja, kunduzi 30-35 daraja bo'ladi.